Demak, bugungi videomizda brilliant uzurini o'rganamiz, ya'ni diamond uzori deyiladi. Buning uchun 18 ta petla ajratib oldim. Mana 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bundan boshlaymiz ishimizni. Birinchi, boshidagi ikkita petlamizni chapga x qilib petla o'tkazib olamiz. Eng boshidagi ikkita petlamni chapga x qilib oldim. Keyingi ikkita petlamni 10 ga x qilaman. Keyingi ikkita petlam ham 10 ga x bo'ladi. Va keyingi ikkita petlam ham 10 ga x. Mana shu yerda bu va bu, mana bundan keyingi ikkita petlamga ketma-ket oddiy bug'doy uzori olaman. Davomida ikkita petlamni chapga x qilaman. Yana ikkita petla chapga x. Undan keyingi ikkita petla ham chapga x. Va oxirgi ikkita petlam 10 ga x. Va petlalarimizni tortib sal to'g'rilab olamiz o'zimiz uchun. Mana tortib to'g'rilab oldim. Birinchi qatorim bitta, endi ikkinchi qatorim. Ikkinchi qatorimda eng birinchi turgan petlaga bitta oddiy bug'doy uzori olamiz. Va keyingi ikkita petlani 10 ga x qilamiz. Bu qiyinroq uzor, shuning uchun e'tibor bilan o'qiysizlar. Keyingi ikkita petlamizni chapga x qilamiz. Keyingi ikkita petlamizni ham chapga x. Keyingi ikkita petlamizni ham chapga x. Sal to'g'rilab olamiz. To'g'rilab to'qsanglar bu o'zingizga yaxshi-da, chunki nima chiqayotganini, adashib ketayotganinglarni ko'rib turasizlar. Demak, davom etamiz. Keyingi ikkita petlamizni mana bu yerda o'rtadagi bug'doydan olmaymiz boshqa va hammasini x shaklida to'qib ketamiz. Keyingi ikkita petlam 10 ga x. Keyingi ikkita petlam ham 10 ga x. Har doimgidek orada petlalar qolmayotganiga, ishlatib olmayotganinglarga ishlatilgan petlani yoki aylanib qolmayotganiga e'tibor qiling. Keyingi ikkita petlam ham 10 ga x. Mana oxirida 3 ta petla qoldi. Nimaga toq? Chunki oxirida, boshidan bitta bug'doy olganim hisobiga. Demak, keyingi ikkita petlam chapga x. Va oxirida qolgan bitta petlamga bitta bug'doy olaman. Va yana tortib to'g'rilab olaman. Ikkinchi qatorim bitti. Endi uchinchi qatorim. Uchinchi qatorimda eng boshdagi ikkita petlani chapga x qilamiz. Keyingi ikkita petlamizni ham chapga x qilamiz. Keyingi ikkita petlamizni 10 ga x qilamiz. Va keyingi ikkita petlamizni ham 10 ga x qilamiz.
to'g'irlab olamiz ozgina va o'rtada mana bu keyingi kelgan 1 va 2 x qilganimizdan keyingi ikkita petliga oddiy bug'doy uzori olamiz. Ikkita petliga oddiy bug'doy uzori oldik. Davomidan ikkita petyamizni chapga x qilamiz. Yana ikkita petyamizni ham chapga x qilamiz. Ikkita petyamizni 10 ga x qilamiz. Va oxirdagi qolgan ikkita petyamizni ham 10 ga x qilamiz. Mana 3-qatorimiz bitdi. To'rtinchi qatorimizda eng birinchi bitta petlaga oddiy bug'doy olamiz. Va yana x bilan ishlashda davom etamiz. Demak, eng birinchisiga bitta bug'doy oldik va davomidan ikkita petyamizni 10 ga x qilamiz. Yana ikkita petyamizni 10 ga x qilamiz. Keyingi ikkita petyamizni chapga x qilamiz. Keyingi ikkita petyamizni ham chapga x qilamiz. To'g'irlab olamiz. To'g'irlab turishimiz juda ham muhim. Chunki ajralib ketib qolsa bo'lmaydi-da, keyin qolib ketgan petlilar bo'lsa adashib ketib qolamiz. Demak, davom etamiz. Keyingi ikkita petyamizni 10 ga x qilamiz. Keyingi ikkita petyamizni ham 10 ga x qilamiz. E'tibor beringlar, ishlatgan petlilarni ishlatib olmanglar yoki orada petli qolib ketmasin. Keyingi ikkita petyamiz chapga x. Keyingi ikkita petyamiz ham chapga x. Va oxirdagi sheriksiz petyamizga bitta bug'doy uzori olamiz. Va yana to'g'irlab olamiz. Beshinchi qatorimizda yana x dan boshlaymiz. Ya'ni 10 ga chapga x qilamiz ikkita petyamizni. Keyingi ikkita petyamizni ham chapga x qilamiz. Keyingi ikkita petyamizni ham chapga x qilamiz. Keyingi ikkita petyamizni 10 ga x qilamiz. Keyingi ikkita petyamizga oddiy bug'doy uzori olamiz. O'rtaga ikkita bug'doy olganimizdan keyin keyingi ikkita petyamizni chapga x qilamiz. Va keyingi ikkita petyamizni 10 ga x qilamiz. Keyingi ikkita petyamizni ham 10 ga x. Va oxirgi ikkita petyamizni ham 10 ga x bo'ladi. Va tortib to'g'irlab olamiz. Mana hozircha mana bundoq 3 burchakli hosil bo'ldi. Ko'rasizlar mana. Bundoq, mana. Demak, 5-qatorimizni tugatdik. 6-qatorimizga keldik.
6-chi qatorimizda eng birinchi turgan petlyamizga oddiy bug'doy uzori olib olamiz. Keyingi ikkita petyamizni 10 ga x qilamiz. Keyingi ikkita petyamizda ham 10 ga x. Yana keyingi ikkita petyamiz 10 ga x. Keyingi ikkita petyamiz bo'lsa chapga x bo'ladi. Keyingi ikkita petyamiz 10 ga x. Keyingi ikkita petyamiz chapga x. Keyingi ikkita petyamiz ham chapga x. Buni murakkabligi asosan x bilan ishlashimizda va har qatorda x larni tomoni o'zgarib turishida. Va keyingi ikkita petyamiz ham chapga x. Qancha ko'p praktika qilsak, shuncha qatorlarni qilishimiz, tomoniga o'girishimiz oson bo'ladi va oxirgi sheriksiz petyamizga bitta bug'doy uzori olamiz. To'g'rilab olamiz. Yettinchi qatorga keldik. Yettinchi qatorimizda boshidagi ikkita petladan boshlab chapga x qilishni boshlaymiz. Boshidagi ikkita petlani chapga x qilamiz. Keyingi ikkita petyamizni ham chapga x qilamiz. Keyingi ikkita petyamizni ham chapga x. Keyingi ikkita petyamizni ham chapga x qilamiz. Va keyingi ikkita petyamizga oddiy bug'doy uzori olamiz. 1 2. Va bu tomondan 10 ga x qilishni boshlaymiz. Ikkita petyamiz 10 ga x. Keyingi ikkita petyamiz ham 10 ga x. Oxirigacha petla tugamaguncha 10 ga x qilamiz. Keyingi ikkita petyamiz ham 10 ga x. Va keyingi ikkita petyamizni ham 10 ga x qilamiz. Va yana to'g'rilab olamiz. Sakkizinchi qator. 8-chi qatorda eng birinchi petlyamizga bitta oddiy bug'doy uzori olamiz. Va keyingi ikkita petyamizdan boshlab 10 ga x qilamiz. Eng birinchiga oddiy bug'doy oldik va keyingi ikkita petyamiz 10 ga x. Keyingi ikkita petyamizni ham 10 ga x qilamiz. Demak, eng birinchiga oddiy bug'doy oldik va keyingi ikkita petyamizni 10 ga x qilamiz. Keyingi ikkita petyamiz ham 10 ga x bo'ladi. Keyingi ikkita petyamizni ham 10 ga x qilamiz. Keyingi ikkita petyamiz chapga x bo'ladi. Keyingi ikkita petyamiz 10 ga x. Keyingi ikkita petyamiz chapga x.
Keyingi ikkita petyamizni ham chapga x qilamiz. Keyingi oxirgi uchtalikdagi ikkita petyamizni ham chapga x qilamiz. Va oxirida bitta sheriksiz petya qoladi. Bunga bitta bug'doy olamiz. Va yana tortib petyalarimizni tepaga chiqarib olamiz. Petyalarimizni tepaga chiqarib ko'rsatib olmasak, yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Mana bu sekin uzr ko'rinishni boshlayapti. Mana o'rtada kattakon uchburchak hosil bo'lyapti. Va mana bu chetidan ham uchburchak hosil bo'ladi hozir. Sekin tepaga chiqishni boshlaymiz shunda. Demak, 9-qatorimizda eng boshini, demak, boshdagi ikkita petyamizni chapga x qilamiz. Keyingi ikkita petyamizni ham chapga x qilamiz. Keyingi ikkita petyamizni ham chapga x qilamiz. Bu uzorlarimizni ichidagi eng murakkabi. Shuning uchun buni oxiriga olib qo'ysak ham bo'ladi o'rganishda. Keyingi ikkita petyamizni 10 ga x qilamiz. Va o'rtadan ikkita petyamizga oddiy bug'doy uzor olamiz. Va keyingi ikkita petyamizni chapga x qilamiz. Keyingi ikkita petyamizni 10 ga x qilamiz. Va yana ikkita petyamiz 10 ga x bo'ladi. Va oxirida qolgan ikkita petyamizni ham 10 ga x qilamiz. O'ninchi qatorimizga yetib keldik. 10-qatorimizda eng birinchi petyamizga bitta dona bug'doy uzor olamiz va ikkita petyamizni 10 ga x qilib olamiz. Keyingi ikkita petyamizni ham 10 ga x qilamiz. Keyingi ikkita petyamiz esa chapga x bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu juda ham x bilan ishlanadigan uzor. Keyingi ikkita petyamiz chapga x. Keyingi ikkita petyamiz 10 ga x. Keyingi ikkita petyamizni ham 10 ga x qilamiz. Keyingi ikkita petyamizni chapga x. Keyingi ikkita petya ham chapga x. Va oxirgi bitta sheriksiz petyaga oddiy bug'doy uzor olamiz. Deyarli ko'rinyapti. O'sha mana bu uchburchagimiz chiqdi. Keyingi uchburchakka qarab ketyapmiz. Mana ikkita chetidan ham uchburchak chiqyapti. Hozir yana ikki qator to'qisak, bu uchburchak ham bu uchburchak ham teng bo'ladi va shunda aniq ko'rinadi. Demak, 11-qatorimizda eng birinchi ikkita petyani chapga x qilamiz. Keyingi ikkita petyamiz ham chapga x bo'ladi. Keyingi ikkita petyamiz 10 ga x. Keyingi ikkita petyamiz ham 10 ga x bo'ladi. O'zimda qarasanglar, o'sha yo'l chiqadi-da, o'sha yo'liga qarab ketaverasizlar.
Просто boshida o'ngga chapga botganiga murakkab tuyuladi, lekin o'sha qatoriga qarab ketaverasizlar. Demak, o'rtadagi ikkita petlyamizga bittadan bug'doy uzor olamiz. 1 2. Keyingi ikkita petlyamizni mana qaranglar, mana bunga уже ketyapti-da, mana mana bu x uchburchakni mana bu yoqqa olib ketishimiz kerak. Demak, ikkita petlyamizni chapga x qilamiz. Mana buniki ham xuddi shunaqa. Keyingi ikkita petlyamizni ham chapga x qilamiz. Endi ahamiyat beringlar, mana mana bu yoqqa qarab ketyapti. Demak, keyingi ikkita petlyamizni 10 ga x qilamiz. Va keyingi ikkita petlyamizda ham 10 ga x bo'ladi. Mana shu yo'l bo'ylab yuraversanglar, o'zi уже demak bu yoqqa qilishim kerak ekan, bu yoqqa qilishim kerak ekan deysizlar. Mana mana bunday ketayotgani, demak bu yerga davom etishimiz kerak. Bundan bu yoqqa olib chiqib ketishimiz kerak. 12-qator eng birinchi petliga bitta bug'doy uzor olamiz. Mana keyingi ikkita petlyamiz mana bu yoqqa yurg'izishimiz kerak. Shuning uchun 10 ga x qilamiz. Mana keyingi ikkita petля mana bunda mana chiqib ketish kerak. Uchburchakni ochishimiz kerak. Shuning uchun ikkita petlyani chapga x qilamiz. Keyingi ikkita petlyamizda ham chapga x bo'ladi. Keyingi ikkita petlyamizda ham chapga x. Mana ko'rasizlar, uchburchak mana bu yoqqa ochilishi kerak. Shuning uchun endi уже mana bu yog'iga keyingisini 10 ga x qilamiz. Keyingi ikkita petля ham 10 ga x. Keyingi ikkita petlyamiz ham 10 ga x. Va oxirgi uchtalikdagi ikkita petlyamiz chapga x bo'ladi. Va oxirida bitta sheresizga bitta bug'doy uzor olamiz. Mana. Mana qaranglar. Mana menimcha uzorimiz ko'rindi. Mana uchburchak. Keyin mana bu yoqqa qarab ochilib ketyapti. Mana ikkita yonida ham uchburchagimiz hosil bo'ldi va mana bunda uchburchagimiz hosil bo'ldi. Mana ko'rasizlarmi, uchburchak. Xuddi anaqaga brilliantga o'xshab bunday bo'lgani uchun bu brilliant uzor deyiladi. Demak, mana bu yog'iga уже mana bu boshidan boshlab qaytariladi. Mana har 6 qatoringizdan keyin 7-qatordan уже mana bu yerga qaytargan ketma-ketliklarimiz qaytarilib boradi. Hozir videom juda ham uzun bo'lib ketadi, qolganini audio shaklida tushuntiraman.